Ma'muriy qaranglar. Chiroyligini qarang. 2 sotuv maydonga ega, mebel texnikalari bilan tayyor shundan kirib yashilgan hovlimiz sotuvga chiqyapti. Fasadini qarang, noodatiy qilingan, hovlisi ham вообще boshqacha ekan. Bu yerda sanuzel, yozgi oshxonasi bor. Detallar juda ham ko'p hovlida. Anu ko'zni o'ynataveradigan detallar, lekin juda ham chiroyli chiqdi. Освещение zo'r qilingan. Bu yerda zelenoy zonasi, bu yerda mana o'tiradigan bunday besetka qilingan ekan. Hozir ichlarini ko'ramiz. Rosa ham chiroyli qilingan ekan. Zo'r, qarang. Zo'r ekan, lekin u gap yo'q. Hozir ichini ko'ramiz. Ichida hamma mebel texnikalari tayyor turibdi. Общий xonalar soni 4 ta bor, oshxonadan tashqari. Mana qarang, remontni. Такой современный remont qilingan. Bu yerda zal qismi, stol-stullargacha qilib qo'ygan ekanlar. Gap yo'q. Televizorlargacha ham qo'yilgan. Xo'p, bu yerda mana oshxona qismi. Tanlangan ranglarni qaranglar. Такой необычный ranglar, kartinalar. Ular shundoq kirib yashaydigan bu ekan, bu yerda mana kirmoshlargacha qo'yib qo'ygan ekanlar. Xo'p, keyingi xonani ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana bitta общий sanuzel. Xo'p, yana bitta sanuzelimiz bor uyda, hozir ko'rsataman sizlarga. Bundan oldin spalniyalarni ko'rib chiqamiz. Mana birinchi spalniyamiz. Mebellari ham tayyor turibdi. Zo'r. Hop, o'rtada bitta detskiy spalniyamiz bor-edi. Bu yerdan orqa hovliga chiqib ketsak bo'ladi, hovlilar yasalgan ekan. Hop, bu yerda mana master spalniyamiz. O'zini ichida dushovoy sanuzellargacha ham bor. Joylashgan joyi Cho'xramon postidan taxminan 6-7 km kirganda Hojota masjidini bitta keng ko'chasi joylashgan degan bo'ladi. Lokatsiyasi yaxshi. Hop, Telegramda yozsangiz lokatsiyalar tashib beramiz. Albatta kelib ko'ringlar. Primer shunaqa budjetga qarayotgan bo'lsanglar, men sizlarga variant albatta endi kelishlar ekan. Narxlar opisaniyada bo'ladi. Bizdan kuzatishni davom eting, sog' bo'linglar. Videoni tasdiqlab qo'yish esingizdan chiqmasin.